Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Aziz podpисчиклар, yurtdoshlar, vatandoshlar. Bugun Hazarasip, Xorazm viloyatining Hazarasip tumanidagi tovuq bozorini syomka qilamiz. Baholarni bilamiz. Like bosamiz. Podpiska, abuna bo'lamiz kanalga, ko'ramiz. Tak. Shonazar bar bahasini aytib berasanmi? Assalomu alaykum, mamasa geldingiz. Keling qani? 200 so'm. Hava. 100 so'mdan. Induk necha so'm induk? 250. Ingushkalar 200. Qo'yarlar necha so'm ekan? Qo'yarlar 250, 100 so'm, 60 so'm. Ha. 60 so'mdan 250 so'mgacha qo'yarlar bor ekan, hurmatli do'stlar. Bedenlere qarang janoblari, bedenlari do'm qandi. Ya bu induk necha so'm ekan, oq induk? Meni olib aytib bering. Ayting siz syomkatimi? 550 beraman. 550 bo'ladigan ekan. Kelishiladiganmi ekan? Bu tovuqlar baholarni aytib berasizmi? Xo'rozlar. 120 dan nechacha? 100gacha. 100 dan 120 gacha bor ekan, hurmatli do'stlar. Savdolashib olaverasizlar. Bugun odam oz. Beden çöpleştirip alamiz endi, hurmatli do'stlar, aziz muxlislar, podpисчиклар, podpiska bosamiz, like bosamiz, podpiska yozamiz, komment yozamiz, ish qilib. Assalomu alaykum Mehmet ha. Yaxshimi, sog'ligingiz, yaxshimi, omon-sog'ligingiz borlar, vaqtlar. Bular baholarni aytib bering qani bir yandan? Ha? Pasin. Bular 80 gelişadi. 80'den necha bu xorozlar, tovuqlaringiz? Tavuklar 60'dan gelişip geladilar. 50, 60. Ha, ingushkalangiz ne? Engişkeler 60'dan. İngilizceler 60'dan. Cüceler ekan bu. Gelip savdo qilaverasizlar, o'sha Ahmet ham mening. Kelaverasizlar. Ya bu xorozlar xo'shlar ekan to'lam. Kabulmediydi bayana baratular. Ava. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'ktanboy, assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz omon-sog'liq. Xorozing necha so'm xorozlar? 70'te, 80'den. Eng qimmati necha so'm, eng arzoni necha so'm? Arzanı 60. 60'dan necha bor? 150. 60'dan 150'ye bor. O yine. Ne? 12'sine. Bu oq xorozlarınız necha so'mdan? 100. 70'den 100'e gelişilip verirler ekan. Bu xo'shay xorozlar necha so'm ekan? Ajoyib ekan, egasi yo'q ekan. Egasi bozorga kirib ketibdi, joylar chiqadi bir zamonda. Bu tovuq xorozlarning necha so'm? Necha so'mdan? Xo'rozlar 100liki bor, 120liki bor. Tovuqlar 70dan. Tovuqlar 70'dan mı? Gelişilip verirler ha. Beraman ha. Xorozlar necha so'm bo'ldi? Ha? 150. 150. Ajoyib katta xo'roz. Ajoyib xorozlar ekan, hurmatli do'stlar. 150 so'mdan olaverasizlar kelib. Necha so'm aldingiz ey xo'rozni? Aldingizmi? Necha so'm aldingiz shuni? 140 ga beryapti. Ha, 140 ama. Ajoyib. Zo'r. Ne, o'g'ir bilan oxirgi. Axir ne shunchaki? Bozor shunchaki, bozor shuni ko'taradi. Ha, yeganda bu endi Stadion. Yine stadionu görəsizlər, hurmatli do'stlar. Mashinalar butun styanka bo'lgan bir stadionda tovuq bozori. Tovuq bozorini ko'rsatdim. Sağ olasizlar, omon bo'lasizlar, hurmatli do'stlar. Podpисчиклар, like'larni bosamiz, kommentariya yozamiz. Yaxshi. Omon bo'ling.